Assalomu alaykum. Dillarlar chechaklarni yoqtirib anglab kelayotgan omoqlarim. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Germaniya chechki oltin xasni anglaylik, ha? Burunning burunusida bir o'rmonlikning chetida bir oila kishilari yashaydi ekan. Bu oilaning 3 o'g'li bor ekan. Kenji o'g'il hamoqat, ammo oq ko'ngil yigit ekan. U nimalar ish qilsa aplashtirolmay ziyon tartganlikdan hammaylar uni Galvang deb ataydi ekan. Bir kuni dadisi tunji o'g'liga: "Bolam, bugun sen o'rmonga berib o'tin kesib kel" debdi. "Ma'qul dada" debdi tunji o'g'li va palda arg'amchini ilib mengishga tepchilibdi. Anasi: "Balam, ishlab charchig'iningda kerak bo'lar" deb bir bulka, bir tal qiza va bir botilka aroq beribdi. Tunji o'g'il o'rmonlikning ichiga kirganda oppoq soqolliq, oq chashliq bir parpaga yo'liqibdi. Bu g'alati parpa buvoy uning bilan tinchlik so'rashibdi hamda: "O'g'lim, og'zimga bir narsa solmag'inimga necha kun bo'ldi. Yegidek bir narsa bera olasanmi?" debdi. "Yo'qol qeri" deb vaqirabdi tunji o'g'il va uni urmoqchi bo'lganday devaylabdi. Parpa yoluribdi, ammo tunji o'g'il paldini egiz ko'targan ekan, u qechib ketibdi. Tunji o'g'il o'tin kesmoqchi bo'lib, paldini bir chapgan ekan, paldan daraxtga emas, o'zining beliga tegibdi. Shu hamon yori eg'izdan qon bulduqlab chiqishga boshlabdi. Tunji o'g'il og'riqqa chidamay sakrab ketibdi va beligini tengish uchun uyga qarab yuguribdi. Aslida heliqi parpa uning adibini berib qo'yish uchun shunday qilgan ekan. Orqadan Galvangning o'tiranchi aksi daraxt kaskila barmoqchi bo'libdi. Anasi uning'ini yemaklik va bir botilka uzum hariqi beribdi. O'tiranchi o'g'ilmi o'rmonlikqa berib aksiniga o'xshash ishga yo'liqibdi. U parpaga yemaklik berish u yoqda tursin, teg'u uni tillab, urib qo'g'lab etibdi. Keyin u daraxt kesayotganda putini chepayapti. "O'tin kesgilimdan boray" debdi Galvang dadasiga. U o'rmonlikqa berib nihoyat to'mbir daraxtni tanlayapti. Ammo yarim kun aplashgan bo'lsa-mu daraxtni kesib bo'lolmabdi. U qo'rsqini to'qlab olib ishni davomlashtirmoqchi bo'libdi. Tuyuqsiz iliqi parpa paydo bo'lib, uningdan yemaklik talab qilibdi. "Keling bova, birga g'izalnayli. Keling bova, birga g'izalnayli" debdi Galvang qizg'inlik bilan. Ondan uningga bulka va irimchik beribdi. Ikkalan ko'ngillik paranglashqash aroq ichishibdi. "Men daraxt malaykasi" debdi parpa. "Ikki akang menga qo'pollik qildi. Shunga men ularning adibini berib qo'ydim. 3 bolaning ichida eng yaxshisi senkansan. Sen menga yaxshi muomala qilding. Shunga men senga minnatdorligimni bildirgim kelyapti" Parpa Galvangni bir daraxtning yeniga boshlab kelib: "Bu yerni qo'lisang, daraxtning yildizining ostida bir oltin g'oz bor. Men shuni senga taqdim qilay" debdi. Galvang parpa bilan xo'shlashib uyga qarab yengibdi. Ammo ezib qilib bir kanatga kelib qoldi. Qarasa, kanatga kichik mehmonxonaning eshigi ochiq turg'idek. Galvang mehmonxona xo'jayinining qiziga: "Menga yana bu g'ozga yugidek bir nim akib bering-a" debdi. Tamoq kelgandan keyin u g'az bilan g'izalnishga boshlabdi. Kanatdagilar notanish bir yigitning g'az bilan beli g'izalnayotganligini anglab, bu tomoshani ko'rgili kelibdi. Ular Galvangdan nima uchun g'azga shuncha yaxshi muomala qilganligining sababini so'rabdi. "Bu bir hikmatli g'oz" debdi Galvang ularga rost gapni aytib. "Menga xotirjam bir yotoq kerak. Men bir kimning g'izimni o'g'irlab ketishdan yezib bo'lmasam bo'lmaydi" Mehmonxona xo'jayining 3 qizi bor ekan. Ular Galvang va uning g'izi to'g'risida paranglashibdi. Paranglashgan sari g'azga qiziqib qolibdi. Yarim kecha bo'lganda tunji qiz: "Sen g'azni o'g'irlab kel" debdi kenji qizga. "Ish bo'lmaganda bir talpini ilib kela olasanmi hisob"
Agar u egisining degandek rostla hikmatli qiz bo'lsa, uning peyimi intayin qimmatli bo'ldi, debdi o'tiranchi qiz. Kenji qiz Galvan yotgan yotoqning eshigini asta ochib, yotoqqa kiribdi. Kendisi daraxt kesib qattiq charchab ketgan Galvan g'aflat uyqusiga ketgan ekan. Kenji qiz timsiqlab yurib g'azga yiqilishibdi. Ammo u qo'lini g'azning quyruqiga tekkizishiga qo'li uningga ching chaplashib qoldi. U qattiq qo'rqib ketibdi va ishga achisini yordamga chaqiribdi. Ular singlisini tortib g'azdan ajratib olmoqchi bo'lgan ekan, ularni chaplashib qoldi. O'pir-to'pirda Galvan uyg'onib ketibdi. Qarasa, ish singil oltin g'azga ching chaplashib qoldi. Bu ish uningga asraq g'alati bilinmabdi. U g'azni qo'ltiqiga qisibdi-da sirtqa mengibdi. G'azga chaplashib qolgan ish qizmi uning kaynidan mengishga majbur bo'libdi. Mehmonxona xo'jayini Galvan va ish qizining sal bo'lib ketayotganligini ko'rib, cho'chib ketibdi. "Voy, nima ish bo'ldi?" deb vaqirabdi u. "Sizlar nima qilmoqchi?" U shu gapni qilganicha oxirdagi qizning beligidan tutgan ekan, u chaplashib qilib, bu guruhining yangi a'zosiga aylanib qoldi. Kanadagi bir chepilg'aq ayol, bir yavash pop va bir bo'lkichining taqdiri uninki bilan o'xshash bo'libdi. Bo'lkichi popning mo'risiga mundaqla urib qo'yganiga shu kunga qoldi. Tizilib mangan bu kishilarning varang-churanglari ishxonasida o'gdab o'ldirgan saqchini cho'chitib etibdi. U ishxonasidan yugurib chiqsa, bir to'p kishilar birat bo'lib tizilishib ketayotgandek. "Voy, sizlarning namoyish qilishinglarga kim ruxsat qildi?" Saqchi to'lig'ini kelib, sapning oxirdagi bo'lkichining mo'risini tutgan ekan, u bu sapga qaytilib qoldi. Galvan va uning kaynidagi kishilar qator tizilishib cho'ng ko'chadan o'tganda, kishilar qaqaqlashib kulishga boshlabdi. Tomosha ko'rguvchilar borgan sari ko'payibdi. Galvan qo'ngan mahalla podshoh o'rdisiga yaqin ekan. Shu kunlarda podshohning qizi bir xil g'arida kasalga giribtor bo'lib qolgan ekan. Bu davlatdagi dangliq doktorlarning hech qaysi uni saqaytolmagan ekan. Malika doim qattiq qayg'u ichida yuradi ekan. Hech nima uning ko'nglini ocholmaydi ekan. Bu Malika giribtor bo'lib qolgan g'alati kasal ekan. Podshoh qizni davolatib saqaytolmagandan keyin kim qizimni kuldira olsa, uni shu kishiga yot qilaman deb jakarlagan ekan. Shu kuni haqiqatan xosiyatli ish bo'ldi. Malika mapiga o'ldirib mahalladagi maydonga sayli qilg'ili kelgan ekan. U parishon holda xiyolga ketib o'ldirganida qaqaqlagan kulgilar bir kimlarning varang-churung cho'qin sirallari anglanibdi. Malika ovoz chiqqan tarafga qarasa, bir yigit bir oltin xasni qo'ltig'iga ching qisib kelayotgandek. Uning orqasida bir muncha kishilar bir-biriga chetilib qolgan holda kelayotgandek. Bu ko'rinish Malikaga baq qiziq tuyulibdi. U birdilla qaqaqlab kulishga boshlabdi. U oltin xasni texim aniq ko'rish uchun mapidan tushibdi va kelib uni silabdi. "Mavo ishni ko'ring. Bir silab qo'yish bilan tang, u oltin xasga chaplashib, bu kulkilik sapning qatoriga kirib qoldi." Galvan va uningga agishib mengishga majbur bo'lgan kishilar o'rniga yetib keldi. Podshoh sirtdagi varang-churungni anglab, o'rda raviqiga chiqibdi. Chiqibdi-yu, ko'ziga ishonmay og'zini ochguncha turibla qoldi. Chunki bu kishilarning orasida qizimi bor bo'lib, u to'xtamay kulayotgandek. Malikaning kesili saqiyibdi, ammo bir-biriga choplashib qolgan kishilarni qanday qachiritish kerak? Hammalarning besh qetib turganda, oppoq soqolliq bir parpi kapdi-da, 3 qitim chavoq chelibdi. Qiziq ish. G'azga choplashib qolgan kishilar bir-biridan ajrab ketibdi. Ular parpiga rahmat aytmoqchi bo'libdi, ammo u allaqachon g'oyib bo'lgan ekan. Podshoh gapida turibdi. Sodda Galvan bilan Malika to'y qilibdi. Nurg'un yillardan keyin u taxtga varislik qilib podshoh bo'libdi. Do'stlar, bu chechakda nimani his qildinglar? Cho'chakdagi Galvanga o'xshash oq ko'ngil, durust niyatli kishilar mangu yaxshi kun ko'radi, ha? Galvanning shikokusiga o'xshash qor niyat kishilar bo'lsa, hamon bir kuni jajisini yeydi.
Умақларым, есіңлады болсын, әмі адам нейдігі бекіп күн көреді. Кеш бұл кетіпті, әміз бүгін балдыр ұқлаңла боламды? Татлық чішлән сіләгәміра болсын.